Okay, next one is a boat. Okay, boat. Endi at tavışıqı diqqat qılыңlar. Bu nima? Birisi ikkisi birlashsa o. Okay, o. Tushunami? Boat. Boat emasmi? Boat. Dabanglar? Boat. Nice, yaxshi. Boat. Oldingi darsimizda o'rgangan masalan coat, palto, tushunami? Paltoni mo'shunda o'xshash o talaffuz qilamiz. Boat, coat. Ma'o qiyiq, qo'lvoq degan gap. Agar ship bo'lgan bo'lsa, u parxod, ma'o nima desanglar, ship, tushunami? They have a small boat. Ularningki bir kichik qo'lvoqi bor. Bir kichik qiyiqi bor. We can travel by boat. Biz can qila olamiz, yetalaymiz. Travel, sayohat qila olamiz. By orqali yoki shunga chiqib deganga by boat. Demakchi biz qiyiqqa chiqib, qiyiqqa o'tirib, qanday qila olamiz? Sayohat qila olamiz. We can travel by boat. They have a small boat. Deganda kan a boat. A boat deganimiz qiyiq qo'lvoq. Demakchi paroq degan ayt yo'g'on keldi shunami? Masalan Titanic deganga o'xshash. Titanic nima desanlar? Paroxod shunami? Titanic. Endi mayarga boat deganimiz nima desanlar? Kichik. Masalan kichik tipdagi qiyiqlarni nima deymiz? Boat deymiz, boat. Okay, boat. Agar mancha ship. Okay. That one is ship. U bo'lsa nima desanlar? Paroxod. Paraxod. Okay, next one is a with. Okay, with. And the ma so'zdagi ma th ni talaffuz qilganda alayda diqqat qilinglar. Bu nima th nima? Ma tilimiz qanday qildi? Aslan ishimiz ishlaydi. Kedinglarmi? With. Okay, and man tarjima qilganman wa with. Yaxshi. With. Okay, and with deganimiz bilan bila degan gap, bilan bila degan gap. Masalan, we are with our teacher now. We are with our teacher now. And bizning o'qituvchi bilan bilamiz. Sharga our deganimiz bizning. Our teacher bizning muallim. Demakchi bizning muallim bilan qanday desanlar billah. Mesela, is he playing with his friend? U do'sti bilan o'ynayapti. Is he playing with his friend? U do'sti bilan o'ynayapti. Yaxshi. And the king's chose, arkadaşlar. Can you go along with me? Okay. Can you go along with me? Okay, hamda mera. Can you qila go along with me? Men bilan billa billa baramsiz yoki billa nim qilamsiz shunami? Go along. Billa nim qilmoq. Okay, I agree with you. Okay, men yerga I agree. Agree deganimiz qo'shilmoq degan gap. I agree with you. Men sizning demakchi men sizning fikringizga, ko'z qarashingizga qo'shilman degan gap. Men bu yo'ldoshning fikri qo'shilma. Shunami? I agree with you. I agree with him. I agree with her. I agree with him. Okay, next one is walk. Okay, this one is walk. Okay, walk. And the walk deganimiz nima desanglar? A walk emasmi? Mangmaq. Amish piyada mengishni nima deymiz? Walk. Masalan, go for a walk. Go degan bormoq. For uchun. Bir mengish uchun beradi. Demakchi go for a walk degan sayla qilmoq degan gap. Aylanib go for a walk. Sayla qilmoq. Yoki take a walk deymiz, nima? Tabii aylanmoq. Walk with somebody. But somebody degan ma'lum bir kishi. Demak ham ma'lum bir kishi bilan mangmoq degan gap. Masalan, we go for a walk in the morning. Biz atdeganda bunda aylanishga chiqdik. Ana piyoda hamda menga yurish, sayl qilish nima? We go for a walk in the morning. Biz atdeganda qanday qilamiz? Bunda mengib chiqaramiz dedi. Masalan, yashanganlar bor, degan saardan sayl qilib, damag'dan shu go for a walk mesela. They are walking at the beach. Okay. They are walking. Ular mengavatidi. Ama adresimdagilarni ish qildi. They are walking
at the beach. Beach deganimiz nima desanglar dengiz sohili. Ma beach o'qasini aytsak gap ham o. Buni ishlatishga bo'lmaydi. Beach. Beach deganda qiyshinglasida ko'tarilib ag'zing kulgandek bo'lish nima? Beach. Beach. Beach deganimiz shu dengiz sohili. Nima degan peyza? Va so'zib kelsa. Don't walk. I'm tired. Don't walk. Mang. I'm tired. Men erib ketdi. Hey, don't walk. I'm tired. Tamam. Okay. Ana bak Kings nima desanglar? Aeroplane. Okay, aeroplane. Xo'sh, endi aeroplane deganimiz nima? Aeroplan. Shu uyg'urcha gap shu nima? Inglizdan degan. Aeroplane. Nima? Aeroplan. Okay, what about this? This one is ship. Okay. It's a big ship. Okay, ship. Xo'sh, endi ship deganimiz nima desanglar? Paraxod. Paraxod. Onun dikin nima desanglar? Sog'lashda over. Okay, over. Xo'sh, endi over deganimiz nima desanglar? Ning ustida yoki shu olib qo'yish degan gap. Over. And some resim qarasanglar nima desanglar? The airplane is flying over the buildings. And the airplanes, aeroplan is bo'lsa flying uchib nima over the buildings. And the over the buildings deganimiz nima? Shu binoning ustidan uchib ketyapti. Endi saodasi mera over bilan on. O'xshashlam shikkiz ustilar degan gap. Masalan, men qo'lim qaranglar, men qo'l qarasanglar, on deganimiz masalan, ma PPT-ni tizginak qanday qilaversanglar, hozir nima? On the hand. Nima? On the hand. Demak, shikkisining yuzi birisi-birisiga tegishib tursa on bo'ladi. Tushunalmi? Agar bunda bo'lsa, mana ustida shunami? Demak, shikkilisi tegishmidi. Endi meyara nima desanglar? Bo'lma nima desanglar? Over the hand. Okay, over the hand. Qo'lning nimasidir usti tarafida. Usti tarafida. Xo'sh, hamsa, savodashlar, endi bugungi bir hikoyani o'rganamiz. Bu hikoya nima desanglar? Mana shu mushko'rikning ustidan menish hikoyasi. Xo'sh, andaqda avval shu sizlar shu anglash qismini bir anglab o'tgandan keyin undan buni tafsiliy so'zlasak. Lesson 33. A fine day. Listen to the tape, then answer this question. Where is the Jones family? It is a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Mr. Jones is with his family. They are walking over the bridge. There are some boats on the river. Mr. Jones and his wife are looking at them. Sally is looking at a big ship. The ship is going under the bridge. Tim is looking at an airplane. The airplane is flying over the river. Okay, finished? Answer. It is a fine day today. Okay, and it is a fine day today. Qana bugun havo intayin qanakan bir yaxshi kun bo'pti. Endi bu yerga it ning ko'rsatayotgan nima desanglar shu havo rayini ko'rsatadi. It is nima? U bo'lsa, nima bo'lsa shu havo rayi bo'lsa a fine. Again, bu yerga fine deganimiz naydi go'zal, yaxshi degan gap. Fine day. Naydi bir go'zal kun. Demak, yaxshi kun. Today deganimiz bugun, tushunami? Demak, bugun havo intayin yaxshi kun bo'pti. Naydi go'zal kun bo'pti. It's a fine day today. It's a fine day today. Demakchi bu havo rayini naydi yaxshi bo'lgan bir kunlikni ifodalaydi. It's a fine day today. It's a fine day today. Demak, hamda ko'pincha mush Angliyada qanday ekan desanglar, Angliyada ko'pincha havo asosan bir xil tutuqchi, chunki hamda shimol qutbiga yaqin. Ko'pincha vaqtda yomg'ir yoqqan yoki bulut qo'yganchu. Demak, havo ochiq kunlardan hamda bulut kun yuqar ekan. Shu ham bu yerda masalan toniydigan tonmaydigan odamga it's a fine day today.
Bugün hava acayip güzel oldu, acayip yaxşı oldu deb bir salamlaşır ekan. Şu anda bu bir nima desanglar, şu İngilizce'deki salamlaş adet ekan. Onu nekin enden mesela Hanzulardan bağlı, bular hem de asaslıkı ni çırlama, çıfanlama, degan gap ham sen tamoq yedingmi, yedingmi? Endi bu nima desang, bir ahvol so'rash demasa, hargizmi endi nuqul alda, "Voy sen tamoq yedingmi?" emas, balki shu "Yaxshimisiz? Assalomu alaykum" degandek bir salomlash demasa. Chunki nima desanglar, endi masalan madaniyat inqilobi mezgilida bo'lsin, bir archachilik ishlar yuz bergan shunami? Demak, endi mushu bir salomlash nimasiga o'zgartgan. Endi masalan har xil millatlarningki dunyodagi har xil rayonlarningki o'zi xos hamda shu tabiiy sharoit bilan va har qaysi sharoitlar tufaylidan hamda nima qilgan deganda xuddi san Hanzochiga o'xshash nechilama, chufanlama degan. Va yoki misol nima desanglar, masalan Angliyalik o'xshash "It's a fine day today." Wow, ajab ababek yaxshi o'pdi-ya bugun va go'zal o'pdi-ya. Demak hamda mushlarniki bir salomlash so'zidek-ku, shunga ig'iz tilida ba'zi ishlatib qo'yadi. "It's a fine day today." Okay. And then in back in Asmanda. Okay, qarsanglar, there are some clouds in the sky. Okay, and then there are bar. Okay, bar shunama? Some clouds. Okay, bir nechtal nima bulutlar. Some clouds. Bir nechtal bulutlar bor. O'rnichu nada? In the sky. Yaxshi. Shu osmonda in the sky ma the deganimiz nima? Dunyodagi birdan bir narsalarga hamda nima donishlar in the sky osmonda shunami yasharning shu bir osmon bor. There are some clouds in the sky. Demak, osmonda bir nechta nima bulutlar ekan. But lekin the sun is shining. Lekin quyosh qanday qoldi? Parlaydi. Qaranglar. Quyoshning ko'zoynaklari valildab ketibdi. Ko'ringlar. But the sun is shining. But the sun is shining. Okay. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Biroq quyosh qanday qilyapti? Illiq nurini chechyapti, chaqnayapti. Okay. Qaranglar. Ma bir oila kishilar ekan-ku. And then Mr. Jones is with his family. Okay, Mr. Jones, Miss Jones efendim is bo'lsa with bilan his family. Shu oilasilar bilan birga. Demak, Mr. Jones with his family. Mr. Jones efendim u oilasilar bilan birga. Endi baqinglar. Men muallim bilan birga. I am with bilan birga. Shunami? My teacher. Men muallim bilan qanday birga. I am with my teacher. Shunami? I am with my teacher. Okay? I am with my teacher. Okay.